Yurtimizda bugungi kunda 130 dan ortiq millat vakillari, turli elat vakillari yashab istiqomat qilishadi, ta'lim olishadi va ularga keng huquqli shart-sharoitlar berilayotganini mana bir imkonni bugun ko'rmoqdamiz. O'zim ham Turkman viloyatiga mansub bo'lishimda qat'iy mana yurtimizdagi barcha yoshlarga yaratilgan shart-sharoitlardan foydalangan holda Yine prezident sovg'asini unutib ketdi singlimiz. Молодец, Xudoyim 4 yilimizda shunday gullab yashaversin. Zo'r yine. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sardomadinglar. Muborak bo'lsin. Va davom bo'lsin. Har doim elimizni, yurtimizni ko'tarishlar Молодец. Bizani farzandlarimizni sizga o'xshatmaysiz. Rahmat, молодец, gap yo'q. Omad ishlaringiz. Quvondik, zo'r narsa. Sog' bo'linglar. Yaxshi bo'ladi. Omad. Bom şu sertifikat bula utilgan neler bu ha? Chira avangina bu sertifikat. Sertifikat. Молодец. Hozircha mukofot pullari boshlang'ich ham respublikaga yo'llanma. Молодец. Şu kitapxonasida qatnashgansiz ha? Yo'q, bizlarniki tanlov proyekt loyihalar bo'yicha Ulug'bek varislari. Ha, shunday. Loyihalarniki. Молодец. Молодец, gap yo'q. 4 yilimizni faxrisilar, gap yo'q. Yine prezident sovg'asini unutib ketdi singlimiz. Молодец. İsmi nima singlimizni? Singlimizni adı? O'g'iljarang. O'g'iljarang? Молодец. Qaysi maktabda o'qigan bu? Bular 10-chi maktabda. Qayerda 10-chi? Kaltaminarda. Kaltaminarda 10-chi maktab. Молодец. Quvontirib, bundan ham zo'r narlar erishgaysizlar, Xudoyim. Rahmat. Yaxshi.